أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sura Ali İmran'ın 79. ayete geldik. Aldığımız saat biz okuyan ayet 75. ayet. Ve min ehli kitabi men in te'menhu bi qintari yu'addihi ileyk. Degan oyatni Yahudiylar haqida nozil bo'lgan degan tuq. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi va aymanihim degan ma oyat ekan. Ma oyat Yahudiylar haqida nozil bo'lgan ekan. Hozir bugun o'qiydigan ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allohul kitaba val hukma wan nubuwwa degan ma oyat Nasaralar haqida nozil bo'lgan deydi. Yana Najran nasaralari İnna İsa emarahum en yettehiduhu rabben. Hakikaten İsa Aleyhisselam ularni İsa Aleyhisselamning o'zini bir Rab qilib olishga buyurgan deb mushuna gapni qilgan chog'da nozil bo'lgan deydi. Yoki bo'lmasa ba'zi musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sajda qilishni talab qilgan vaqtda nozil bo'lgan ekan. Yine estaizu billah. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allohul kitaba vel hukma ven nubuwwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إن ما كان دegen ما كان ينبغي إن الله يخم ميدو Allah birer insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Yana payg'ambardan bunday gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliklar, o'qiganliklar uchun Rabbani bo'linglar deydi. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni rab qilib olishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganlardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufrga buyurumdi. El hukma degan el fahma li shari'a degandek bo'ldi ekan. Ya'ni shariatni tushunish. Ya'ni Alloh taolo bir insonga kitobni, hukmni, shariatni tushunishni va payg'ambarlikni ato qilgandan keyin uningki shu ato qilingan insonninki, ato qilingan kishining boshqa insonlarga Allohni qo'yib, menga banda bo'linglar deyishi loyiq bo'lmaydi. Payg'ambarda bundaq ahvolni tasavvur qilish mumkin emas demoqchida. Lekin aytadi payg'ambar kunu robbaniyin. Yine Rabbani olim bo'linglar deb shuni aytadi. Rabbani olim degan in o'qigan ilmiga amal qilgan olimlar degandek bo'ldi ekan. Rabbanining ta'rifi el ulamaul amilun deb ta'rif qilgan ekanmizda bunga. Yine Rabbani deb Rabbga nisbat berilishi elif va nunni ziyoda qilish bilan Rabbga nisbat berilishi tafhim qilishi shunday deydi. Yine Rabbani Rabb Parvardigor tarbiyalaganda kishilarni işte tarbiyalaydigan amal qiluvchi olim demashida. Yine Rabbani olim bo'linglar deydi. Nimaning sababi bilan desa bima kuntum ta'lamunal kitaba yoki bima kuntum tuallimunal kitaba. Kitobni o'rgatganliklaring yoki kitobni bilganliklaring sababi bilan va o'qiganliklaring sababi bilan va bima kuntum tadrusun. Yine ta'lamun yoki tuallimun deb keyin tadrusun deb keltirishi an ta'malu amal qilish, bilganga bilish, uningki bilgandan amal qilish demoqchi. Rabbaniyning ta'rifi shu oyatning o'zidan chiqdi. Oldida biladi, o'rgatadi, uningdan keyin shu bilganiga amal qildi o'zi. Ma haqiqiy olim bo'ldi ekan. Va la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Va la ya'murukum deb ikki xil o'qildi ekan.
va la ya'murukum bo'lgan chog'da yangidan boshlangan jumla bo'ladi deydi. Bu chog'da ma'nosi qanday bo'ldi ekansa, la ya'muruni foili Alloh bo'ladi demoqchi. Ya'ni sizlarni Alloh manda qilishga buyurmaydi. Yani va la ya'murakum deb nasb qilgan vaqtimizda thumma yaqula lin-nasi deki yaqulaga at bo'lgan o chog'da. Yaqulaga at bo'lgan chog'da, ya'ni payg'ambarninki kishilarga kunu ibadan li min dunillah deyishi loyiq bo'lmaydi va yana kishilarni bosh insonlarni, farishtalarni va payg'ambarlarni rab qilib olinglar, rab qilishga, rab qilib olinglar deb buyurishi loyiq bo'lmaydi degandek bo'ldi chog'da. Va la ya'murakum deb nasb qilgan vaqtimizda la harfi ziyoda bo'ldi ekan o'chog'da. Shariy shunday debdi. Chunki beshida bir nafiy bor emasmi? Ma kana yanbaghi. Ya'ni ma kana li basharin. Degan nafiy bir qism bo'lgan ekan, bu yerda lani ikkinchi qatim keltirish boshki nafiyni ta'kidlash uchun keltirgan. Lekin ma'nisi lafzi jihatdan ziyoda demak şimdi. Yine buyurmaslikqa loyiq bo'lmaydi degan bo'lib qoldi-da chog'da. Lani ziyoda qilmasa. Yine buyurishi loyiq bo'lmaydi deb Allohni ziyoda qilib turib ma'ni ekanmiz u chog'da. Xuddi sabiiylar farishtalarni rab qilib olgandek, yahudiylar Uzayr alayhissalomni rab qilib olgandek, nasoralar Iso alayhissalom rab qilib olgandek, ya'ni shunday farishtalarni, payg'ambarlarni rab qilishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Rab qilib olinglar deb buyurishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni bu payg'ambar degan sizlar musulmon bo'lgandan keyin kofir bo'lishga, kufrlik qilishga buyurmadi deydi. La yanbaghi lahu hada. Payg'ambarning bundoq bo'lishi loyiq emas. Xo'sh, endi keyingi oyatda va iz akhadallohu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. Yani iz degan uzkur. Esigen sen şu bir vaqtniki oldi Alloh taolo payg'ambarlardan ahd misoqni. Nimaga desa lama ataytukum. Alloh taolo men ato qilgan narsani, men sizlarga ato qilgan narsaga kitobdan va hikmatdan mushuningga iymon etisizlar deb ahd oldi demoqchi. Yani o'z vaqtida Alloh payg'ambarlardan chin ahd elib sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qiluvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Alloh bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning yana bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Alloh o'zinglarning va tavallaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmi sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. Alloh taolo payg'ambarlarning ahdisini oldi. Nimaga desa lamadagi lamning fathasini qilgan chog'da bu yangidan boshlangan jumla bo'ldi deydi. Yani, albatta bir narsaniki ato qildim men sizlarga degan bo'ldi-da. Lil ibtido va tavkid ma'nal qasam va qasamninki ma'nosini ta'kidlash qildi. Misoqni, ahd misoqni olgan chog'dagi qasamning ma'nosini ta'kidlash ma'nosi bor debdi. Lima deb kasra bilan o'qilgan chog'da ahadaga mutaalliq. Ya'ni lima ataytukum. Men sizlarga ato qilgan narsaga sizlarga ato qilgan narsaga payg'ambarlardan misoq oldi. Ya'ni men sizlarga ato qilgan narsa mundaq qilinglar deb ahd misoq oldi demoqchi. Ya'ni ahada lima. Ahazaga mutaalliq, anona bog'lanishlik demoqchi. Her iki holatda ma mavsul bo'ladi deydi. Yani ism mavsul ma'nosida allazi, yani lallazi degan ma'noda yoki lillazi degan ma'no bo'ldi. Ataytukum, ato qildim sizlarga uni. Yani bir qira'atda ataynakum min kitabi va hikma. Kitobdan va hikmatdan ato qilgan narsaga.
Ondan sizlarning tarafinglardagi shu kitob va hikmatni tasdiqlagan payg'ambar kelsa, o'zi Muhammad alayhissalom. Albatta uningga iymon etasizlar va unga yordam bersizlar deb shunday ahdda misoq oldi demoqchi. Bu yerda qasamning javobi nima bo'ldi desa, lama ataytukum. Qasamning javobi in adraktumuhu. Agar uningga ulgurib qolsanglar, shu payg'ambarning zamoniga yetib qolsanglar, albatta uning imo etasizlar degan bo'ldi ekan. Ya'ni in adraktumuhu la tu'minunna bihi. Agar shu payg'ambarning zamoniga yetib qolsanglar, albatta uni imo etasizlar degan bo'ldi. Hmm. Endi va umamuhum tabaun lahum fi zalika. Endi ma ahd misaqni Alloh taolo ilgirki payg'ambarlarning davrida olgan ahd misaq bo'lgan ekan. Muhammad alayhissalom ulardan xil uzundan keyin kelgan payg'ambar edi. Demak, shu Muhammad alayhissalomning davriga ulgurib qolsanglar, shu Muhammad alayhissalom davrida yashab qolsanglar, sizlarning shu tavallikinglar shu Muhammad alayhissalomning davriga ulgurib kelganlar Muhammad alayhissalom imo etish kerak deb ahd misoq olgan. Bu ahd misoq ularning kitobida bor demoqchi. Ular shu kitobni o'qigandan keyin albatta Muhammad alayhissalom imo etish kerakdi. Va umamuhum tabaun lahum fi zalika. Alloh taolo ularga dedi: "Aqratum va akhadtum ala zalikum isri." Sizlar mushni ixro qildinglarmi? Va mushning qarta meni ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular shundoq biz ixro qildik dedi. Alloh dediki: "Fashhadu." Unda sizlar guvoh bo'linglar o'zinglarga va agashkuchilaringlarga, boshqa agashkuchilaringlarga mushu ahdini qabul qilganlikqa qarta guvoh bo'lib qo'yinglar. Menmi sizlarga guvoh bo'luvchilardandurman dedi. Alaykum va alayhim sizlarga va o'g'larning ustiga. Faman tavalla kimiki yuz o'risa oshundan keyin ahdi misoqni ep bo'lgandan keyin buningdan yuz o'risa uningga ahdiga vafo qilmagan bo'lsa ular fosiqlardir, dindan chiqib ketguchilardir. Xo'sh, endi afa g'ayra dinillahi yabg'un. Allohning dinini g'ayrini talab qilamsizlar. Ya'ni yabg'un degan yabg'una, ya'ni yatlubuna degan ma'noda ekan. Ya bilan o'qildi. Yabg'una tabg'una deb ikki xil o'qildi ekan. Allohning dinini g'ayrini talab qilamsizlar yoki ular talab qilamdi. Al mutavalluna do'st tutamsizlar. Halbuki valahu aslama man fis samawati val ardi taw'an va karaha va ilayhi turja'un. Halbuki osmonlardagi va zamindagi hamma narsa, osmonlardagi zamindagi hamma e, narsalar Alloh taologa ixtiyoriy va majbur holatda bo'ysungan tursa. Osmonlardagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytarildi. Ya'ni sizlar Allohning dinining g'ayrini talab qilganlar bilan u Alloh taologa osmonlardagi, zamindagi hammalar, osmonlardagilarning, zamindagilarning hammasi Allohga bo'ysunyapti emasmi? Sizlarning bo'ysunmasliginglar Alloh hech qanday Allohning dinining g'ayrini talab qilishinglar Alloh hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi demoqchida. Tav'an degan bila ibain qochmasdan ixtiyoriy holatda va kerhan ya'ni majburiy holatda ixtiyoriy bo'ysunmaganlari qilish bilan bo'ysundi yoki qilish bilan va Allohning tarafiga panohlantirgan narsani aynan ko'rgan vaqtda bo'ysundi. Shu azobni aynan ko'rgan vaqtda bo'ysundi demoqchida ixtiyoriy bo'ysunmaganlar. Va ilayhi turja'un va yana Allohning tarafiga qaytirilsizlar. Turja'un yurja'un. Bu yerdagi hamza inkor uchun kelgan. Ya'ni sizlar Allohning dinininki xayrini talab qilmanglar, bunday qilishinglar to'g'ri emas deb men inkor ma'nosida kelgan demoqchi. Mushriqlarda aytganki Muhammad alayhissalom deydi. Qul amanna billahi va ma unzila alayna va ma unzila ala Ibrohima Ismoil va Ishaq va Yaqub va al-asbat va ma utiya Musa va Isa va an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum va nahnu lahu muslimun.
Oyslar qarta. Endi avvalo payg'ambarlarning ba'ziga iymon etib, ba'ziga iymon etmay bundoq qilmagan ekan. Alloh taolo Muhammad alayhisalom duo etadi. Yaqinki ularga biz Allohga iymon etdik va bizga nozil qilingan kitobga iymon etdik. İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a, İshak'a, Yaqub'a ve Yaqub'ның ballarına nazil qilingan narsaga iymon etdik. Musaga, Isaga va boshqa barliq payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan narsaga iymon etdik. Biz ularning hech birisining orasini ayirib etmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Ya'ni ibodatda Allohga ixlos qiluvchilardirmiz deb shundoq danglardi. Ya'ni la nufarriqu bayna ahadin minhum degan payg'ambarlarning ba'zisini tasdiq qilib, ba'zisini yolg'on chiqargan bunday ishni qilmaymiz. Balki Alloh taolo avatgan payg'ambarlarning hammasiga imo etamiz deb mushtadanglar. Demak, ma keyingi oyat bizga iymonning olti shoxchisiniki birisini o'rgatib qo'ydi mana. Iymonning olti shoxchisi birisi shu Alloh avatgan payg'ambarlarning hammasiga imo etishdi. Biri Allohning birlik borligiga imo etamiz. Undan keyin Allohning farishtalariga imo etamiz. Undan keyin Alloh avatgan payg'ambarlarning hammasiga imo etamiz. Undan keyin Alloh ba'zi payg'ambarlarga tushirgan kitoblarga imo etamiz. Beshinchidan taqdirga imo etamiz. Oltinchisi o'lgandan keyin tirilishdan keyin haqiqatga imo etamiz. Demak, mush oyatlar Yahudi, Nasoralarninki vaqaliklarini so'zlab berib o'tib bizga iymonninki haqiqiy to'g'ri iymonning shoxchilarini bizga o'rgatyotdi. Alloh taolo hammalarni shu sog'lom aqidaning ustida yashab, sog'lom aqidaning ustida Allohning dargohiga ketishimizga nasib qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.